Dangisalar emas, uddaburon kelinlar uchun xamir qormasdan, yoymasdan tez tayyor bo'ladigan xamir hasp taomini tayyorlaymiz. Mayda to'g'ralgan piyozga tuz, zira, murch, maydalangan kashnich urug'idan solib, yaxshilab mijg'ib qo'yamiz. Yog'li qiyma, chala pishirilgan guruch, to'g'ralgan ko'kat solib, hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Lavash xamirlarini videoda ko'rsatilgandek kesib, har birini yog'lab, tayyorlangan nachinkadan solib, o'rab olamiz. Yog'langan qosqon listiga joylab, har birini ustini ham yog'lab chiqamiz. Va qaynab turgan qosqonga qo'yib, 25-30 daqiqada pishirib olamiz. Yoniga qizillari bilan, qatiqlari bilan dasturxonga shohona tarzda tortamiz. Video yoqqan bo'lsa, podpisatsiya bo'ling, birga ajoyib taomlar tayyorlaymiz.